Xayrli kech qizlar, kuningiz yaxshi o'tdimi, charchamayapsizlarmi? Bu yangilikni sizlarga aytmasam bo'lmasdi. Bilasizlar, men 9 yildan beri RoboClean plyusosini maza qilib ishlataman. Ikkinchisini yaqindagina oldim, уже mana 6 oy bo'lyapti olganimga. Buni bo'lib to'lashga olganman. Shuni to'lovini qilishim uchun Akromovichga yozdim. Tezgina karta tashlab yuboring, to'lovini qilib yuboring desam, hop deb karta tashlab, yangilikni aytib qoldilar. 1 yilda 1 marta, 2 marta bo'ladigan bu aksiyaga ulgurib qolinglar. Qaranglar, meni nomimdan chiqsanglar 15% skidka va zo'r chegirmada narxlar qilib beriladi. Keyin 3 ta podarkali bo'lib olasizlar. Rasmda ko'rib turgan podarkalarni olasizlar. Men qozonlarni shunaqa maza qilib ishlatyapman, dushlarini maza qilib ishlataman qizlar. Dushlari nimali? Filtrli dushlar beriladi. Xullas, ham plyusosli bo'lasizlar, ham podarkali 15% skidkali bo'lasizlar.